Assalamu alaikum dostum. Aleyküm assalam. Qanday yaxshi o'zing qanday yaxshi shukr. Allohga shukr. O'zing qanday Şükür yaxshi. Do'stga qayoqda ko'rinmay. O'sha yumushlar menен, o'quvlar menен эле qo'l bo'shabay yuribmiz. O'zing ne qilib yurasiz? Men de o'sha tirikchilik, turmush bilan yaxshi. O'quvlar bo'lib atadi. Shukr alhamdulillah. Do'stga belki vaqt do'sting ko'rinmaydi, qayoqda? Aldile jur'at o'sha. Keyde jo'g'ilib qolamiz, keyde jo'g'ilmaydi jur'at. Andile iymon jo'na chaqirsang, mechitlarga borasan, hamda Alloh barsang. Aytib elatamiz, shu mechitga bor, namoz o'qu deb. Tushunmay qanday qiladi? Do'stlikka harakat qilib atamiz. Yaxshi, mayli. Endi ketdi. Ne Ma'qul inchash ishlar bor. Ko'rib turadi. Ko'rmay ketdi. Assalomu alaykum do'stga. Do'stga qanday yaxshi? Yaxshi o'zing qanday? O'tir, qayoqqa? Do'stga salom berganda alaykum salom desh kerak-da. Qanday degan salomga kirib qolmaydi-da. Qanday aytman do'stga? Yaxshi. O'zing qanday yaxshi? Shukr Allohga shukr yaxshi. Ne qilib o'yla yurasan? Ko'rinmay, qayda ko'rinib qolasan. Shunday yurib, yumushdan menga. Barchasini qilasan do'stga. Men bir qiz bilan suylashib, men seni apart tanishib qo'yayin degan. Do'stga qiz bilan suylashib kunyoda desinglar. Qo'yishda günü deb yuraversin. Uyga umring ketgani oldu. Ayar olmaysan. Do'stga ayol buyursa olamiz dem. Allohning buyrug'ini bo'ladi qar. Andan ko'rsan, qachon namoz o'qib boshlaysan, o'shani aytmaysanmi? Namoz o'qiyim, buyursa ele deysan. Qachondan beri buyursa bo'l. Qachon boshlaysan namoz? Niyat bor do'stim, niyat bor da. O'sha boshlash kerak. Namoz o'qish kerak. Bu yashi o'ta qisqa. Alloh taolo buyrug'anda bizni emne uchun yaratganini bilishimiz kerak-da. O'zine ibodat qilish uchun yaratdi. O'shaning uchun günah ishlardan tiyilib, to'g'ri yo'lda tanlashimiz kerak-da do'stlar. To'g'ri tushundamayman. Men yumushlarım bo'lsa, ma'qul yumushlarimiz bo'lsa. Mayli. Assalomu alaykum. Yaxshi var do'stlar. Ey Allah, o'zing hidayat ber. Boshqa do'stlarga da hidayat ber. To'g'ri yo'lga